Bolalar, hammaga salom. Bugun ushbu videoda biz RoboForex bilan hisob ochishning eng yaxshi usulini muhokama qilamiz. Men buni tushunmaganimda o'zim shunday xulosaga keldim. Chunki bizda Etin akkauntimiz bor, Prime bor, Standard Pro bor va shunchaki patent bor. Bu nima degani? Keling, tartibda boraylik. Shunday qilib, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, agar siz forex bozoriga endi kirgan bo'lsangiz va umuman hech narsani tushunmasangiz, men sizga patent hisob qaydnomasidan boshlashingizni maslahat beraman. Bu aynan sizga strategiyalarni sinab ko'rishga, xatolar bilan bitimlar ochib ko'rishga, nimanidir yo'qotishga imkon beradigan hisobdir. Umuman olganda, siz u yerda $10 boshlashingiz mumkin. Kabinetingizni to'ldirasiz va mos ravishda siz tashlagan $10 sent ekvivalentida 1000 sent bo'lib ko'rinadi. Ya'ni ishlaydigan terminalning o'zida u sizning $10lik banknotingiz $1000 ga aylangandek ko'rsatiladi. Xo'sh, bu shunchaki kuchingizni sinab ko'rishingiz, ko'plab xatolarga yo'l qo'yishga harakat qilishingiz uchundir. Shunday qilib, agar siz to'liq boshlovchi bo'lsangiz, patent hisob qaydnomasidan boshlashni unutmang. Ammo endi jiddiyroq masalalarga o'tamiz. Bu Pro standart. Bu yerda siz allaqachon $100 dan depozit qo'yishingiz mumkin. Aslida esa $10 ham boshlash mumkin. Lekin o'zingiz ham tushunasizki, $10 bilan u yerda hech narsa qila olmaysiz. Shuning uchun hech bo'lmaganda $100 kerak bo'ladi. Shunda asta-sekin savdo qilishni boshlashingiz va haqiqiy, sezilarli daromad yoki albatta zarar ko'rishingiz, ya'ni bitimlarni minusda yopishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz allaqachon biror narsani tushunsangiz, Pro standart hisobini oching, sinab ko'ring, savdo qiling, tajriba qiling. Va haqiqatan ham bu evda siz juda yaxshi pul topishingiz mumkin. Va oxirgi ikkita hisobni olaylik. Men ularni bittaga birlashtirdim. Bu Ekin hisobi va Prime hisobi. Bu katta hajmga ega bo'lgan va forex bozoriga kirishni va ushbu broker bilan savdo qilishni xohlaydigan haqiqiy professionallar uchun. Va minimal miqdori men 500 dan tavsiya va $1000 dan yaxshiroq va siz albatta yaxshi pul topishingiz mumkin qayerda. Ammo endi xulosa qilaylik. Agar sizda kichik depozit bo'lsa va siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, unda mos ravishda sentli hisobni tanlang. Agar biroz tajriba orttirgan bo'lsangiz va ochishni istasangiz, unda Pro standart hisobini tanlaysiz. Va albatta, agar siz haqiqiy professional bo'lsangiz, sizga Etin hisobi mos keladi va eng muhimi, boshingizdan sakrab chiqmang. Professional Etin hisobidagi hamma narsani darhol yo'qotgandan ko'ra, oz miqdorda mashq qilish va uni ozlashtirib olish yaxshiroqdir. RoboForex brokeriga havolani video ostidagi tavsifda qoldiraman. Davom eting, sizga mos keladigan hamma narsani tanlang va sinovni boshlang. Va agar sizda biron bir savol bo'lsa, sharhlarda yozishni unutmang. Men alohida tahlil qilaman. Tez orada ko'rishguncha.